Assalomu alaykum aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun siz bilan har bir bank karta egasiga bevosita taalluqli bo'lgan o'ta muhim mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz bank kartasidan faol foydalanadigan bo'lsangiz, demak, bugungi suhbatimiz aynan siz uchun. Chunki yaqin kelajakda bank kartalaridan foydalanish bo'yicha joriy etiladigan 5 ta yangi qoida bor va bu qoidalar sizning kundalik moliyaviy operatsiyalaringizga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Bu o'zgarishlar shunchaki bank tizimining navbatdagi yangilanishi emas, balki sizning xavfsizligingiz, moliyaviy faoliyatingizning shaffofligi va kelajakdagi imkoniyatlaringizni belgilab beradigan juda jiddiy o'zgarishlardir. Shuning uchun bugungi videoni boshidan oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni, ushbu videoga esa like bosishni unutmang. Bu ma'lumot har bir fuqaroga yetib borishi kerak. Bugungi kunda bank kartalari hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Biz ular orqali tovarlar sotib olamiz, xizmatlar uchun to'laymiz, do'stlarimiz va yaqinlarimizga pul o'tkazamiz, kommunal to'lovlarni amalga oshiramiz va hokazo. Ilgari ko'pchilik odamlar uchun bank kartasidan foydalanish jarayoni juda sodda va erkin edi. Siz shaxsiy kartangizni olib, istalganicha pul o'tkazishingiz, qabul qilishingiz va ishlatishingiz mumkin edi. Ba'zilar hatto shaxsiy kartalardan noqonuniy tadbirkorlik faoliyati uchun, masalan, soliq to'lashdan qochish uchun ham foydalanishgan. Katta summalar hech qanday nazoratsiz o'tkazilib, ularning kelib chiqish manbai yoki maqsadi haqida deyarli hech kim so'ramayotgan edi. Aslini olganda bu holat moliyaviy tizimda ba'zi xavflarni keltirib chiqardi. Jumladan, pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va boshqa noqonuniy operatsiyalar uchun imkoniyat yaratardi. Hukumat va banklar bu muammolarni yaxshi tushungan holda moliyaviy xavfsizlikni kuchaytirish, shaffoflikni oshirish va qonunbuzarliklarning oldini olish maqsadida bir qator yangi qoidalarni joriy etishga qaror qildilar. Endi bank kartalaridan foydalanish ancha tartibga solingan va nazorat qilinadigan bo'ladi. Bu qoidalar sizning moliyaviy operatsiyalaringizni yanada xavfsizroq qilishga qaratilgan bo'lsa-da, siz ulardan xabardor bo'lishingiz va ularga rioya qilishingiz juda muhimdir. Aks holda siz kutilmagan cheklovlar yoki hatto jarimalar bilan to'qnash kelishingiz mumkin. Shunday qilib, keling, bu 5 ta yangi qoida nimalardan iboratligini batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi yangi qoida: jismoniy shaxslarning bank kartalaridan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanishni taqiqlash. Bu qoida asosan norasmiy biznes yurituvchilar va soliqqa tortishdan qochish uchun shaxsiy kartalardan foydalanadiganlarga qaratilgan. Hozirgi kunga qadar ko'pchilik kichik tadbirkorlar, masalan, uy sharoitida pishiriq tayyorlovchilar, qo'l mehnati ustalari, uy o'qituvchilari yoki onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar o'z mijozlaridan to'lovlarni shaxsiy bank kartalariga qabul qilishgan. Masalan, bir pazanda ayol kuniga o'rtacha 5-6 xaridorga biror taom sotib, har biridan 12 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bo'lgan to'lovlarni shaxsiy kartasiga qabul qilishi mumkin edi. Oyiga bu kartaga bir necha million so'm tushishi mumkin edi. Bu mablag'lar rasmiy daromad sifatida ko'rsatilmas, shuning uchun ulardan soliq undirilmas edi. Endi esa banklar va soliq idoralari bunday operatsiyalarga jiddiy e'tibor qaratadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchidan, muntazam ravishda ko'p sonli bir xil summadagi kirimlar qabul qiladigan shaxslar. Misol uchun, agar sizning kartangizga har kuni yoki haftada bir necha marta, deylik, 100 ming so'm yoki 2,5 ming so'm kabi aniq bir miqdordagi mablag'lar kelib tushayotgan bo'lsa, bu tizim uchun shubhali operatsiya bo'lib ko'rinishi mumkin. Banklar operatsiyalar chastotasi, summalarning barqarorligi va yuboruvchilar soniga qaraydi. Agar siz har kuni o'nlab turli xil odamlardan 100 ming so'mdan qabul qilsangiz, bu o'z-o'zidan savol tug'diradi. Ikkinchidan, shaxsiy karta orqali tovarlar sotib olib, uni foyda bilan qayta sotadiganlar. Masalan, siz Xitoydan yoki Turkiyadan kichik partiyalarda kiyim-kechak olib kelib, ularni Telegram kanalingiz orqali sotsangiz va barcha to'lovlarni shaxsiy kartangizga qabul qilsangiz, endi bu faoliyat nazoratga olinadi. Banklar sizning kartangizdan amalga oshirilayotgan to'lovlarni kuzatishi mumkin. Masalan, yirik miqdordagi to'lovlar chet elga yoki ulgurji savdo do'konlariga. Agar ushbu to'lovlar doimiy bo'lsa va keyin kartaga ko'plab kichik to'lovlar tushsa, bu tadbirkorlik faoliyati belgisi bo'lishi mumkin. Bu qoidaning asosiy sababi moliyaviy tizimda shaffoflikni oshirish va soliq to'lashdan bo'yin tovlashga qarshi kurashish. Davlat iqtisodiyotning
kulrang zonasini kamaytirishga harakat qilmoqda oqibatlari. Agar bank sizning kartangizdan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanayotganingizni aniqlasa, birinchi navbatda kartangiz vaqtincha bloklanishi mumkin. Sizdan operatsiyalarning maqsadi haqida tushuntirish talab qilinadi. Agar siz yetarli dalillar keltira olmasangiz yoki haqiqatan ham norasmiy biznes bilan shug'ullangan bo'lsangiz, bank kartangizni butunlay bloklab qo'yishi, shuningdek huquqni muhofaza qilish organlariga xabar berishi mumkin. Bu esa soliq tekshiruvlari va jarimalarga olib kelishi mumkin. Masalan, agar siz bir yil davomida har oy kartangizga o'rtacha 5 million so'm kirim qilib, jami 6 million so'm yashirin daromad olgan bo'lsangiz, bu summadan soliqlar va penalti undirilishi mumkin. Hatto faoliyatingiz litsenziyalanmagan bo'lsa, bu ham qo'shimcha muammolar tug'diradi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Oilaviy o'tkazmalar, do'stlar orasida kichik qarzlar yoki umumiy xarajatlar uchun pul yig'ish, masalan tug'ilgan kun sovg'asi uchun kabi operatsiyalar taqiqlanmaydi. Agar siz oylik maoshingizni kartaga olsangiz, davlat nafaqalari, stipendiyalar yoki alimentlar kartangizga tushsa, sizga hech qanday xavf yo'q. Masalan, agar sizning do'stingiz sizdan 200 ming so'm qarz olgan bo'lsa va uni kartangizga qaytarib bersa, bu muammo tug'dirmaydi. Yoki oila a'zolaringiz bir-biriga pul o'tkazsa, bu ham xavfsiz. Muhimi operatsiyalarning muntazamligi va tadbirkorlik belgilarining yo'qligi. Ikkinchi yangi qoida: yirik naqd pul yechish va kartaga pul tushirish operatsiyalarini nazorat qilishning kuchaytirilishi. Avvallari katta miqdordagi naqd pulni bankomatdan yechib olish yoki kartaga solish nisbatan oson edi. Endi esa bu operatsiyalar diqqat markazida bo'ladi. Maqsad pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish va boshqa noqonuniy moliyaviy faoliyatga qarshi kurashish. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar siz muntazam ravishda katta miqdordagi, masalan, bir yo'la 5 million so'mdan ortiq yoki bir oyda 1 million so'mdan ortiq naqd pulni kartangizdan yechib olsangiz yoki unga naqd pul solsangiz, bank sizdan bu pullarning kelib chiqishi yoki ishlatilish maqsadi haqida ma'lumot talab qilishi mumkin. Misol uchun, bir fuqaro har hafta bankomatdan 1 million so'mdan naqd pul yechib olib turgan bo'lsa, bank unga murojaat qilib, bu mablag'lar qayerdan kelgani va nima maqsadda ishlatilayotganini so'rashi mumkin. Agar siz eski avtomobilingizni sotib 20 million so'm naqd pulni kartangizga solmoqchi bo'lsangiz, bank sizdan avtomobilni sotish shartnomasini taqdim etishingizni so'rashi ehtimoli katta. Oqibatlari: agar siz yetarli tushuntirish bera olmasangiz yoki shubhali operatsiyalar bo'lsa, bank kartangizni blokirovka qilishi mumkin. Hatto mablag'laringizning kelib chiqishi noqonuniy deb topilsa, pul musodara qilinishi yoki sizga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Oylik maoshini olib kundalik ehtiyojlar uchun naqd pul yechadigan oddiy fuqarolar uchun hech qanday xavf yo'q. Masalan, agar sizning maoshingiz 34 million so'm bo'lsa va siz uni bosqichma-bosqich yechib olsangiz, bu hech qanday muammo tug'dirmaydi. Shuningdek, avtomobil sotishdan, ko'chmas mulk sotishdan olingan pullar kabi bir martalik yirik operatsiyalar uchun agar siz tegishli hujjatlarni, masalan, oldi-sotish shartnomasi taqdim eta olsangiz, hech qanday muammo bo'lmaydi. Faqatgina bank sizdan qo'shimcha ma'lumot so'rashi mumkin va bu normal holat. 3-yangi qoida kartani 3 shaxslarga berish yoki ma'lumotlarni oshkor qilishga cheklovlar. Bu qoida bank kartalarining xavfsizligini oshirish va firibgarlik holatlarining oldini olishga qaratilgan. Ko'pchilik o'z kartalarini ishonib, oila a'zolariga, do'stlariga berib turishadi yoki PIN kod va zaviviy kod kabi maxfiy ma'lumotlarni oshkor qilishadi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar siz kartangizni boshqa odamlarga ishlatish uchun bersangiz, hatto ular sizning yaqin qarindoshingiz bo'lsa ham. Misol uchun, bir talaba doimiy ravishda onasining kartasidan foydalanib xarid qilsa, bu holatda har ikki tomon ham xavf ostida qolishi mumkin. Bank tizimi karta egasi va karta ishlatuvchisi orasida nomuvofiqlikni aniqlashi mumkin. Yoki sizning kartangiz ma'lumotlari, karta raqami, amal qilish muddati, CVV kodlari bevosita shaxslar qo'liga tushsa, ular sizning pulingizni o'g'irlashi mumkin. Internetda firibgarlar ko'pincha bank xodimi niqobi ostida qo'ng'iroq qilib, kartaning to'liq ma'lumotlarini so'rashadi. Ularga bu ma'lumotlarni berish mutlaqo taqiqlanadi. Oqibatlari: agar bank sizning kartangizdan notanish IP manzillardan yoki boshqa mobil qurilmalardan doimiy ravishda foydalanishni aniqlasa, kartangizni xavfsizlik maqsadida blokirovka qilishi mumkin. Firibgarlik holatlarida esa
Agar siz o'z ma'lumotlaringizni oshkor qilgan bo'lsangiz, bank sizga yo'qotilgan mablag'ni qaytarishda yordam bermasligi mumkin. Chunki siz o'zingiz xavfsizlik qoidalarini buzgan hisoblanasiz. Misol uchun, agar siz sababi kodingizni qaysidir soxta veb-saytga kiritganingiz uchun kartangizdan pul o'g'irlansa, bank buni sizning aybingiz deb topishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. O'z kartasidan faqat o'zi foydalanadigan va maxfiy ma'lumotlarni hech kimga oshkor qilmaydigan shaxslar xavotirlanishi shart emas. Agar siz kartangizni yo'qotganingizda yoki o'g'irlanganida darhol bankka xabar berib, uni blokirovka qilsangiz, sizning mablag'laringiz xavfsiz bo'ladi. Shuningdek, onlayn xaridlar uchun faqat ishonchli va rasmiy veb-saytlardan foydalansangiz, hech qanday xavf yo'q. 4-yangi qoida xalqaro pul o'tkazmalari va valyuta operatsiyalariga yangi talablar. Global moliyaviy tizimdagi o'zgarishlar va xalqaro sanksiyalar tufayli banklar xalqaro operatsiyalarga nisbatan yanada qattiqroq nazorat o'rnatmoqda. Maqsad noqonuniy valyuta ayirboshlash. Sanksiyalarni aylanib o'tish va chet elga noqonuniy pul chiqarishning oldini olish. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar siz muntazam ravishda chet elga katta miqdordagi pul o'tkazsangiz yoki chet eldan muntazam ravishda pul qabul qilsangiz, ayniqsa turli xil valyutalarda, bank sizdan bu operatsiyalarning maqsadini va pulning kelib chiqish manbasini so'rashi mumkin. Masalan, bir fuqaro har oyda Rossiyadan yoki Turkiyadan o'rtacha $1000 ming AQSh dollari miqdorida pul qabul qilib, uni keyin boshqa shaxslarga bo'lib o'tkazib tursa, bu holatda bank shubhalanishi mumkin. Yoki siz rasmiy daromadingizdan ancha ko'p miqdordagi valyutani xalqaro o'tkazmalar orqali chet elga yuborsangiz, bank buning sababini so'raydi. Masalan, agar sizning oylik maoshingiz 5 million so'm bo'lib, siz har oy 2000 AQSh dollari, taxminan 24 million so'm jo'natmoqchi bo'lsangiz, bank sizdan qo'shimcha ma'lumotlar talab qiladi. Oqibatlari: agar siz xalqaro o'tkazmalarning maqsadi haqida to'liq ma'lumot bera olmasangiz yoki shubhali operatsiyalar aniqlansa, bank o'tkazmani to'xtatishi, kartangizni blokirovka qilishi yoki hatto tegishli organlarga xabar berishi mumkin. Bu esa valyuta qonunchiligini buzish bo'yicha ma'muriy javobgarlikka, katta jarimalarga yoki jinoiy ishga tortilishga olib kelishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Rasmiy ishlaydigan va chet eldagi qarindoshlarga o'zining rasmiy daromadidan kichik miqdorda pul o'tkazadigan shaxslar, shuningdek chet elda o'qiyotgan farzandlari yoki ishlayotgan qarindoshlardan rasmiy pul o'tkazmalari qabul qiladiganlar xavotirlanishi shart emas. Muhimi, o'tkazmalar rasmiy va asosli bo'lishi kerak. Masalan, farzandingiz chet elda o'qish uchun sizga har oy 3500 dollar yuborsa, bu normal hisoblanadi. Shuningdek, agar siz safarga chiqib chet eldagi bankomatlardan o'z kartangiz orqali pul yechsangiz, bu ham qoida buzilishi hisoblanmaydi. 5-yangi qoida mijozni identifikatsiya qilish, kishi ma'lumotlarini muntazam yangilash majburiyati. Bu qoida banklarning o'z mijozlari haqidagi ma'lumotlarning dolzarbligini ta'minlashga qaratilgan. Moliyaviy tizimni xavfsiz saqlash va turli xil suiiste'molliklarning oldini olish uchun banklar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz va aloqa ma'lumotlaringizning doimiy ravishda yangi bo'lishini talab qiladi. Kimlar xavotirlanishi kerak? Agar siz pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, masalan, familiyangiz o'zgargan bo'lsa yoki biometrik pasportdan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, telefon raqamingiz almashgan bo'lsa, ammo bankka bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, xavotirlanish uchun asos bor. Ba'zi banklar har bir necha yilda bir marta mijozlardan o'z ma'lumotlarini qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Agar siz bankning bu so'rovlariga javob bermasangiz, muammoga duch kelishingiz mumkin. Masalan, bir fuqaro 5 yil oldin olgan kartasidan foydalanib kelayotgan bo'lsa, uning manzili yoki ishi o'zgargan bo'lsa-da, bankka bu haqda ma'lum qilmagan bo'lsa, bank uning operatsiyalarini vaqtincha cheklashi mumkin. Oqibatlari: ma'lumotlaringiz eskirganligi sababli bank sizning kartangizga operatsiyalar uchun cheklovlar qo'yishi, masalan, kunlik yoki oylik limitlarni kamaytirishi mumkin. Eng yomon holatda kartangiz bloklanishi va siz uni qayta faollashtirish uchun bankka shaxsan borib, barcha ma'lumotlaringizni yangilashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bu sizga katta noqulayliklar tug'dirishi mumkin. Bundan tashqari, agar bank siz bilan bog'lana olmasa va kartangizda shubhali operatsiyalar aniqlansa, ular sizning ma'lumotlaringizni yangilamaganingiz sababli vaziyatni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishadi.
kimlar xavotirlanishi shart emas. O'zining pasport ma'lumotlari, yashash manzili va aloqa raqamlari o'zgarganda bankka darhol xabar beradigan mas'uliyatli mijozlar xavotirlanishi shart emas. Bankning ma'lumot yangilash haqidagi so'rovlarga o'z vaqtida javob beradiganlar ham xavfsiz. Eng muhimi, sizning bank bilan bo'lgan ma'lumotlaringiz doimiy ravishda dolzarb bo'lishi. Endi esa keling, ushbu yangi qoidalarga oid ba'zi bir istisno holatlar, e'tiborsiz qoldirmaslik kerak bo'lgan noaniqliklar va chuqur nuanslar haqida batafsil to'xtalib o'tamiz. Bu qoidalarni yaxshiroq tushunishingizga yordam beradi va sizni kutilmagan muammolardan himoya qiladi. Birinchi qoida bo'yicha, ya'ni jismoniy shaxslarning kartalaridan tadbirkorlik faoliyati uchun foydalanishni taqiqlash masalasida tadbirkorlik tushunchasi ba'zan noaniq bo'lishi mumkin. Masalan, siz bir martalik biror narsani sotib, pulini kartangizga qabul qilsangiz, bu darhol tadbirkorlik hisoblanmaydi. Muhimi operatsiyalarning muntazamligi va tizimliligi. Agar siz haftada bir marta o'z hunarmandchiligingizni sotib turadigan bo'lsangiz, bu allaqachon bank e'tiboriga tushishi mumkin. Istisno ba'zi kichik miqyosdagi faoliyatlar uchun, masalan, o'z-o'zini band qilgan shaxslar uchun. Qonunchilikda alohida tartib belgilanishi mumkin. Ular maxsus ro'yxatdan o'tishlari va belgilangan soliqni to'lashlari sharti bilan shaxsiy kartalaridan foydalanishlari mumkin. Ammo bu haqda o'z banklariga ma'lumot berishlari kerak. Pitfall. Bank sizning operatsiyalaringizni avtomatik tizimlar orqali kuzatadi. Agar tizim shubhali operatsiyalarni aniqlasa, inson aralashuvisiz ham cheklovlar qo'yilishi mumkin. Masalan, turli odamlardan doimiy ravishda 20 million so'm, itdan man so'm, etdan mangan so'm kabi kichik summadagi to'lovlar kuniga 10-15 martalab kelib tushsa, bank tizimi bu naqd pulsiz savdo belgisi deb hisoblashi mumkin. Yoki Telegram guruhlarda admin sifatida pul yig'ish ham noqonuniy tadbirkorlik belgisi bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda sizdan pul tushumlarining maqsadini tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, biror loyihaga xayriya, umumiy xarid uchun yig'ilgan pul kabi talab qilinishi mumkin. Agar bu pul yig'ish, foyda olish maqsadida bo'lsa, siz tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tishingiz shart. Ikkinchi qoida. Yirik naqd pul operatsiyalarini nazorat qilish bo'yicha. Istisno. Agar siz yirik miqdordagi naqd pulni pensiya jamg'armasi, ish haqi yoki sug'urta to'lovlari kabi qonuniy manbalardan olib, uni kartaga joylashtirsangiz, hujjat taqdim etish sharti bilan hech qanday muammo bo'lmaydi. Masalan, ish beruvchingiz sizga 30 million so'm bonusni naqd shaklida to'lagan bo'lsa va siz uni kartangizga solmoqchi bo'lsangiz, bank sizdan ish beruvchining xatini yoki mehnat shartnomasini so'rashi mumkin. Fal, ba'zilar katta miqdordagi naqd pulni bo'lib bir necha kunda yoki bir necha oyda kartaga joylashtirish orqali nazoratdan qochishga harakat qilishadi. Ammo banklar bunday split operatsiyalarni ham aniqlash qobiliyatiga ega. Bu strukturalash deb ataladi va bu ham shubhali faoliyat hisoblanishi mumkin. Misol uchun, agar siz 25 million so'mni kartangizga kiritmoqchi bo'lsangiz va bu summani ketma-ket 3 kun ichida 15 million so'mdan qilib joylashtirsangiz, bank bu operatsiyalar o'rtasidagi aloqani aniqlashi va baribir sizdan tushuntirish talab qilishi mumkin. Shuning uchun barcha operatsiyalarni shaffof va ochiq-oydin amalga oshirish muhimdir. Uchinchi qoida, kartani uchinchi shaxslarga berish masalasi. Istisno. Ba'zi banklar qo'shimcha karta xizmatini taklif qiladi. Bu orqali oila a'zolaringiz uchun asosiy kartangizga bog'langan alohida karta chiqarishingiz mumkin. Bu qonuniy va xavfsiz yo'l hisoblanadi. Chunki har bir karta rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Pitfall. Ko'pchilik qarzga karta berish holatiga duch keladi. Masalan, do'stingiz sizdan bir kunlikka kartangni berib tur, menga pul kelish kerak deb so'raydi. Siz berib yuborsangiz, keyin o'sha kartaga noqonuniy operatsiyalar orqali pul kelib tushishi mumkin. Bunday holatda huquqni muhofaza qilish organlari uchun siz, ya'ni karta egasi javobgar bo'lasiz. Hatto firibgarlar sizning nomingizdan mikroqarzlar olish uchun ham kartangizni ishlatishi mumkin. Shuning uchun kartangizni hech kimga bermaslik va uning ma'lumotlarini oshkor qilmaslik eng to'g'ri yo'ldir. 4-qoida xalqaro pul o'tkazmalari va valyuta operatsiyalari bo'yicha. Istisno. Agar siz xalqaro onlayn do'konlarda tovar sotib olsangiz yoki xizmatlar uchun to'lasangiz, masalan, dasturiy ta'minot litsenziyasi, onlayn kurslar, bu oddiy operatsiya hisoblanadi. Shuningdek, chet elda sayohat qilayotganingizda kartangizdan foydalanish ham taqiqlanmaydi. Pitfall. Ba'zi odamlar xalqaro valyuta ayirboshlash bo'yicha noqonuniy
cherniy bozor orqali pul o'tkazishga harakat qilishadi. Ular vositachilar orqali pul o'tkazib, keyin o'sha vositachining kartasidan pul qabul qilishadi. Bu ham qonunbuzarlik hisoblanadi va banklar bu kabi operatsiyalarni aniqlash uchun turli mexanizmlardan foydalanadi. Misol uchun, bir shaxs chet elga borib, o'z bank kartasi orqali katta miqdordagi valyutani yechib olsa va uni boshqa valyutaga maydalab, qayta O'zbekistonga olib kirsa, bu ham nazoratga olinishi mumkin. Muhimi, xalqaro valyuta operatsiyalari faqat rasmiy banklar va litsenziyalangan valyuta ayirboshlash shoxobchalari orqali amalga oshirilishi kerak. 5-qoida KYC ma'lumotlarni yangilash majburiyati. Istisno kichik o'zgarishlar, masalan, elektron pochta manzilingiz o'zgarishi darhol karta blokirovkalashiga olib kelmaydi. Asosiy e'tibor pasport ma'lumotlari yashash manzili va moliyaviy profilga qaratilgan. Pitfall. Ba'zi odamlar bank tomonidan yuborilgan ma'lumot yangilash haqidagi xabarlarni e'tiborsiz qoldirishadi. Chunki ular buni bezovta qiluvchi xabar deb hisoblashadi. Ammo bunday so'rovlarga javob bermaslik karta blokirovkasiga yoki boshqa cheklovlarga sabab bo'lishi mumkin. E'tibor bering, bank sizdan ma'lumotlarni yangilashni elektron pochta yoki SMS orqali so'rashi mumkin. Lekin hech qachon PIN kod yoki CVV kodni so'ramaydi. Bunday so'rovlar firibgarlik belgisi bo'lishi mumkin. Agar shubhangiz bo'lsa, bankning rasmiy telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashtiring. Endi esa aziz tomoshabinlar, ushbu yangi qoidalar doirasida siz nima qilishingiz kerakligi haqida amaliy maslahatlar beraman. Bu harakatlar sizni kutilmagan muammolardan himoya qilishga yordam beradi. Birinchi qadam, o'zingizning moliyaviy faoliyatingizni qayta ko'rib chiqing. Agar siz shaxsiy kartangizdan tadbirkorlik maqsadlarida foydalanayotgan bo'lsangiz, darhol ushbu amaliyotni to'xtating. O'zingizni Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi portali yoki Davlat soliq qo'mitasi orqali o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazing. Yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tib, alohida korporativ biznes bank hisobvarag'i va kartasini oching. Bu jarayon nisbatan sodda. Masalan, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyTonga.gov. Uz orqali yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uchun pasport ma'lumotlari, elektron raqamli imzo talab qilinadi va bir necha ish kun ichida siz rasmiy tadbirkorga aylanasiz. Bu sizga qonuniy asosda faoliyat yuritish imkonini beradi va banklar tomonidan cheklovlar qo'yilishidan himoya qiladi. Ikkinchi qadam, barcha yirik operatsiyalar uchun hujjatlarni saqlab qo'ying. Agar sizga katta miqdordagi pul tushsa yoki siz katta miqdorda pul o'tkazsangiz, operatsiyaning maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, oldi-sotdi shartnomasi, qarz shartnomasi, xayriya hujjati, mebellarni sotishdan tushgan pulni tasdiqlovchi dalillar saqlab qo'ying. Bankka so'raganda ularni taqdim etishga tayyor bo'ling. Agar siz avtomobilingizni sotib, 80 million so'm naqd pul olgan bo'lsangiz va uni bank kartangizga kiritmoqchi bo'lsangiz, avtomobil oldi-sotdi shartnomasini albatta saqlang. Bankda pulni kiritayotganda bank xodimiga bu pullarning manbasini tushuntiring va kerak bo'lsa shartnomani ko'rsating. 3-qadam, bank kartangiz ma'lumotlarini sir saqlang. Hech qachon PIN kodingizni, CVV, CVC kodingizni yoki kartaning amal qilish muddatini hech kimga, hatto bank xodimiga ham oshkor qilmang. Bank hech qachon sizdan bu ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. Agar sizga shu kabi so'rov bilan qo'ng'iroq qilsa, darhol go'shakni qo'ying va bankning rasmiy ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, vaziyat haqida xabar bering. Agar kartangizni boshqalarga berishni istasangiz, qo'shimcha karta ochish variantini ko'rib chiqing. Buning uchun bankning eng yaqin filialiga borib, murojaat qilishingiz va kerakli hujjatlarni, pasport, karta egasining roziligi taqdim etishingiz kifoya. 4-qadam, xalqaro operatsiyalarni faqat rasmiy yo'llar orqali amalga oshiring. Chet elga pul o'tkazmalari yoki chet eldan pul qabul qilishni faqat rasmiy banklar, pul o'tkazish tizimlari, masalan Western Union, MoneyGram orqali amalga oshiring. Qora bozordagi vositachilardan foydalanishdan saqlaning. Agar katta miqdordagi valyuta operatsiyasini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bankka operatsiyaning maqsadini tasdiqlovchi hujjatlarni, masalan, tibbiy xizmat uchun to'lov shartnomasi, o'qish uchun shartnoma taqdim etishga tayyor bo'ling. Bank sizdan, masalan, talaba ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatni yoki chet eldagi davolanish uchun shifoxona hisobvarag'ini so'rashi mumkin. 5-qadam, KYC ma'lumotlaringizni doimiy ravishda yangilab turing. Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz, masalan, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, yashash manzilingiz
yoki telefon raqamingiz o'zgargan bo'lsa, imkon qadar tezroq bankka murojaat qilib, ma'lumotlaringizni yangilang. Ko'pchilik banklar buni mobil ilova orqali amalga oshirish imkoniyatini ham beradi. Agar ilovada yo'l topa olmasangiz, shaxsiy pasportingiz bilan bank filialiga borishingiz kifoya. U yerda maxsus blankani to'ldirib, o'zingizning yangilangan ma'lumotlaringizni taqdim etasiz. Bank xodimi sizga bu borada yordam beradi. Banklardan kelgan ma'lumot yangilash haqidagi so'rovlarga e'tiborli bo'ling va ularga o'z vaqtida javob bering. Aziz do'stlar, bugun biz bank kartalaridan foydalanish bo'yicha joriy etiladigan 5 ta muhim qoidani batafsil ko'rib chiqdik. Bu qoidalar moliyaviy tizimda shaffoflik va xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ularga rioya qilish sizni ko'plab muammolardan himoya qiladi. Unutmang, har qanday moliyaviy operatsiyani amalga oshirishda diqqatli bo'ling va qonuniy yo'llardan foydalaning. Ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda ushbu yangi qoidalar bo'yicha savollaringiz bo'lsa yoki o'z fikrlaringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr biz uchun muhim. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Toki bizning yangi va foydali videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun keyingi videolarda ko'rishguncha. O'zingizni ehtiyot qiling.